O'zimiz yaxshi deb bilgan narsani har doim sizlarga tavsiya beramiz. Birinchi 10 ta olgan odamga 4 ta nabori $880 qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima naborligini ko'ryapsizlar. O'zi bu naborni oldinroq obzor qilmoqchi edim. Aynan mana shu model salkam 2 oydan beri kutdim. Mana endi keldi. Xo'p, bu modelni kutish sababi ham bor. Bu model eng premium kачествоli Zifler'da sabab italyanskiy garilkali eng sifati zo'r modelidan bittasi. Nabori bitta obzor qilib beramiz. 74 litrli duxovka stroyni, sifati juda ham yaxshi. 3 qavat oyna bo'ladi. Qalinlisidan ikkita, orqasida konveksiya funksiyasi bor. Bunda 9 ta programma. Xuddi shunga matoviy ko'rinishda ruchkalari mana jelezniy temir bo'lgan. Qaranglar, chugulini ham ko'ringlar, qanaqa sifat qilishlar qo'ygan. Mana shu garilkalarning o'zi ham 100% original. Bu anisida $60, $65 narsaga adashtirib qo'ymayman. Ustida mana o'zini hamma koronalari bor. Vichkasi Tabraska bo'ladi. Turbina motor 750 litrli bo'ladi. Bafeni setka bo'ladi. Mana shu 3 ta naborga 4-inchisi mana xolodilnik, mediani eng zo'r premium kачествоli. Buni o'zi alohida oladigan bo'lsangiz ham $510 dan qo'yganmiz, lekin skidkada bu sizlarga $460 tushadi. Bo'yi 1.85 ga eni 60 talik modeli bo'yicha narx-navoni qiziqib bo'lasizlar. Bemalol no frost sistemada ishlaydi. Pastlari mana morozilik bo'ladi. Xullas, birinchi 10 ta olgan odamga $880 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib turasizlar.